eplayman. U meni ham otam bo'ladi. Onam borlar. Dadamni qonuniy xotinlari bor. Bu yerga dadamni chaqirib, o'zini oilasidan voz kechishga majbur qilish bu noto'g'ri. Men sizni dadangizni chaqirib olganim yo'q. Dadangizni o'zlari ketmayaptilar. Men 5-6 yil ularsiz yashashga o'rgangan edim. Ammo onangizni qiliqlaridan to'yganlardan keyin ular o'z xohishlari bilan ko'chib keldilar. Dadamni qizing bilan aldab o'tiribsanmi? Meni sensiramang. O'sha qiz seni singling bo'ladi. Tushunarlimi? Hech qachon. Men buni hech qachon tan olmayman. Buni hali isbotlaymiz. Qo'lingdan kelsa, ana otangni oldiga bor va onang bilan majburlab bo'lsa ham ushlab o'tir. Qo'lingdan kelarmikin? Keladi. Qo'limdan keladi. Men dadamni shunchaki oilalaridan voz kechib, sen bilan yashashlariga qarab turmayman. Ko'ramiz. Sen mana shu qizingni qurol sifatida ishlatyapsan. Sen undan shunchaki foydalanyapsan. Onang qiz tug'ib berganda otang shu yerda yurmasdi. Onam otam uchun borini bergan. Sen nima berding? Hech nima. Faqat muhabbat, e'tibor. Shuni o'zi yetadi. Otamni puli yo'q payti qayerda eding? Endi ishlari yurishib, pullari ko'payib qolganda paydo bo'ldingmi? Ha, shunaqa. Nima edi? Bilib qo'y. Dadam hech qachon oilasini tashlab ketmaydi. Eshityapsanmi? Hech qachon. U faqat sendaqalarni ermay qilib yuradi. Dadam sen bilan shunchaki vaqt o'tkazish uchun yuribdi. Jonlariga tegsangiz, boshqasini topadilar. Sen shunchaki dadamni ermagisan.